Do'stlar, qo'limda atyorka bor. Hozir bu atyorka bilan bitta telefonni enasizligini ko'rsatamiz. Nimaga? Chunki bitta aka kelyapti-da. Aka deyapti, menga telefon umuman to'ydim telefondan deyapti. Sababi nimaga aka desam, telefonimda Instagram, Telegram, Facebook'larda parolini bilmayman, ishlab turibdi, lekin parolini bilmayman. Bunaqa telefonni bordan yo'q yaxshi aka dedi. Qo'ying, bunaqa qilish shart emas aka, men sizga ko'rsataman qanday qilib topishni dedim. Agar siz ham telefoningizda Instagram, Facebook, boshqa barcha platformalarning parollarini bir joyda saqlanib turishini bilmagan bo'lsangiz, shu videoda ko'rsataman. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik. Boshladik. Birinchi bo'lib Play Marketga kiramiz. Play Market ismimizni ustiga bosamiz. Bu yerda Google hisobni boshqarishga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerda xavfsizlik va kirish bor. O'shanga bosamiz va eng pastiga tushsak, bu yerda parol menejeri bor. Parol menejeriga kiramiz. Kirganimizdan so'ng telefonimizda qanaqa ilova bo'lsa, barchasi shu yerda bo'lishi kerak. Akkauntga bog'langan bo'lsa, misol uchun Instagramga kirib turib, ekran parolingizni kiritasiz. Ekran parolingizni kiritsangiz, bu yerda Jamshid 012.1 akkauntni ko'rchani bossangiz, parolini ko'rsatadi. Hamma parollarni shu yerdan ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari bu yerda sizda Payme'ga qo'ygan parolingiz va qanaqa parollarni qo'ygan bo'lsangiz, barchasini bemalol shu yerdan kirib ko'rishinglar mumkin. Bitta like bosib, ustida ikkita obuna bo'lib qo'ysizlar. Shunaqa foydali videolar faqatgina ustida ikkita bo'ladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun eng yaqin do'stga jo'natib qo'ying. Bitta like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat ustida ikkitalar bilan.